Allah tarafidan muhaciratga chiqarilgan shundoq bir ilohiy kuch, duolar tarafidan, duolar sababli chet elga chiqib, mustaqil qilib beradigan odam mushuga. Ayam bir degan gapimni o'zining og'zidan anglanglar. O'zining ismi, o'g'lining ismi, hammasini qilib, bolamning ismi Sama, osmon degan gap, osmondagi ko'k, oy, yulduz chiqsa, Sharqiy Turkistonniki davlat bayrog'i chiqadi. Mana men Alloh tarafidan evatilgan mushu hozir muhojiratda Sharqiy Turkistonni mustaqil degan odam men deb o'tirg'i chiqdi. Bu zolimlarninki qiladigan birinchi ishi, birinchi qadami shu. Eng oldi bilan o'ziga ishondim, men shu ishni qila olayman deydi. Sening dushmaning mening dushmanim, sening orzuying mening orzuyim. Men o'tirg'i chiqdim, men shuni qila olayman deb chiqdi zolimlar dasturi deganiki birinchi qadami, birinchi taktikasi. Ashundoq chiqdi bu hozir. O'zining ovozi. İşemeydikensizlar, so'zlab qopti deb. Ayolimiz baranızda hiç çıkamısın diye kadar hep ben ayolımla hiç kalıp Amerika'daki ayolımın ismi Kalbinur. Oğlumun ismi Sabay'dan ölüp ketken inemin ismini koygan Sabay'dan Şerif Karlıq pasportu da var. Kanat işte oğlumun ismi birisinin ismi Samay'dan Karlıq, birisinin ismi Ziral'dan Karlıq. Hem de Sama'da isim koyuşum bizim devletimizden kök asma yolsuzluk bayrağımızdaki kök asman. Benim ismim Necmiddin Yıldız. Atamın ismi Kamir'den. Kök asman ay yıldız anıldan çıkdı. Asman Sama, Necmiddin Yıldız, Kamir'den ay. Şunların üçümüzün isminden kök asma ay yıldız bizim devletimizden bayrağı çıkdı. Subhanallah. Ay subhanallah. Ben bunu ilgi çıkmadım. Ama mesele ilgi çıkamdığını gap. Belki benim kısa... Gapni aldinglarmi? Endi qaranglar, ha? Partiyaga marhamat degan qo'shiqni o'qib beray. Va u shaxsga cho'qinishqa. İzdab yurman qarindosh ozodlikning yo'lini, ilib keldi Najmiddin islohotning ulini. Ozodlikqa yo'l echish aslida ta'sidi to'g'risini topolmay to'kdi millat qanini. Biri chiqdi birining xatosini to'g'rilab qamlashmasi g'oyida millat rizqini o'g'irlab, shu vajidan izlanib boshqa turganlar bekdilar, xalq qoyil bo'lmag'ach tarqab ketdi to'pdilar, lekin mayus bo'lmangsiz bizga umid parladi. Nuqsonlarni yekillab, to'g'ri yo'lni tanladi. Nomi onun biliveling Cumhuriyetçi Partiya qani kiring ichiga qoyil bo'lib qolsiz to'g'ri yo'lni topdim deb nomzodlikni olsiz, mustaqillik da'voda partiyasi ish bo'lmas, inqilobning yo'lida irodamiz hech bo'lmas. Shuni taklif etayman partiyaga marhamat. Sabdosh bo'lib siz bilan yaratimiz karomat. Azad qilsak vatanni bizda qolmas nadomat. Cumhuriyetçiler Partiyasiga marhamat qiling. Hayotingizni inqilobchi sabdoshlar bilan tanishing, iz qoldira olasiz. O'shunda qo'shaqlar o'tirg'i chiqib, Najmiddin Sherifniki hozir degan gapga qaranglar. Qamiriddin dadasining ismi, o'zining ismi, bolasining ismi, ismdan ashundoq bir dedim-ku, burunqi zolimlar shundoq bir ilohiy kuchninki ta'siridan, ilohiy kuchning mushtaq evatilgan deb xalqqa shuni ishondirdi. Ham bizningki bu islom diniga e'tiqod qilgan biz millat bo'lgandan keyin shundoq bir tasodibiylik yoki bu tasodibiylik deymiz endi. Shu Alloh yaratgan Alloh mushtaq qilib bo'pti, men ishinay ha. Lekin shundoq ilqi Opa Xo'janinki Opa Xo'ja qanday qilgan kitoblarini o'qigan bo'lg'aytinglar. Opa Xo'ja o'zining muridlariga nima deydi desanglar, "Ey muridlarim, beshinglarga oq shapoq to'pini kiyib olinglar. Jannat bilan do'zax ayrilgan eshikning oldida, jannatning eshigining oldida men sizlarni tunib olayman, beshinglarga shapqinglar qarab" deb aqtaqliq qartaqliq bo'lib ketadi-ku. Ashunga o'xshash Najmiddin Sherif o'tirg'i chiqib, shundoq Alloh tarafidan evatilgan bir mo'jizlik kuchning tarafidan evatilgan turmadan shundoq chiqa olgan biz o turmaga odamlarniki pasport bejirgan chog'da jinoyat qilgan isbot bormi yo'qmi degan bir isbotlarni o'qiganchining o'tishga yugurib yuratdik. Bu Najmiddin Sherif bir amallar qilib chiqibdi, ha bo'pti. Aniq javobini bermabdi, ha bo'pti. Chiqib anandan keyin men shundoq bir xosiyatlik duolarniki sababidan chet elga chiqdim. Partiyam Xudoyim meni shu partiyam shu ishni qilishga yaratibdi. Men mustaqillikni hammamizningki nishoni mustaqillik deb dedim-ku. Zolimlarningki birinchi qadami believe in yourself. Eng oldi bilan o'ziga ishonish kerak deb men qila olayman deb o'tirib chiqqan odam shu.
Senin düşmanın mening düşmanım. Xitoy bizning düşmanimiz deb qo'ydi. Og'zida. Anandan keyin 5 düşmanni turg'izdi. O'zimizning ichida. Senin arzuyun, mening arzuyum. Biz hammamiz mustaqillikni orzu qilamiz. U mustaqillikni orzu qiladi. Shunlashqa düşmanım, sening düşmanın mening düşmanım. Sening arzuyun, mening arzuyum. Men shu ishni qila olmayman. Ashundaq bir xosiyatli duolar sababdan o'tirg'i chiqdim. Fir'avnning saraydan Musa bo'lib qutulib chiqqan deb mundaq qilib, hozir bir qo'shiqni o'qib berdim. Hamda yana bir anglanglar. Yana bir nima debdi deysanglar. Necmiddin Şerif Damollamning nevrisi. Ey suyumlik millatim, ey ezilgan xor bo'lgan millatim. Tarix sahnasidan butunlay yo'q bo'lib ketish yoki tashkillanib tajovuzchiga qarshi kurash qilib o'zining izzat hurmatini saqlab qolish orasidagi hayot mamotliq tanlash bosqichida gangrab qolgan millatim. 3 avlod Xitoy tajovuzchilariga qarshi turgan bizningki Fir'avnning o'rtasidan chiqqan Musa alayhissalomning gaplari shu to'g'ri gap qotadi. 3 avlod Xitoy tajovuzchilariga qarshi turgan birinchi jumhuriyatda askar bo'lgan, butkul hayotini, mol-mulkini, vatan millatning mustaqilligi uchun bag'ishlagan ushbu hurmatli zotning avlodi bo'lgan mustaqilligimiz uchun sizdak va mendek o't yurak qarindoshlarimizni tashkillab Xitoyga qarshi kurash qilishga bel olgan odamni uchun qo'llamaymiz. Vatanning mustaqilligi uchun hayotini do'g'u tikib o'tirg'i chiqqan biz bir qarindishimizni qo'llamganlik, uning tuhmat toshlarini yog'dirganlik va uni yolg'iz qo'yganlik bo'ladi. Unda Onu öz kolumuz bilan yo'qotganlik emasmi deydi. Zolimlik emasmi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Biz necha vaqtdan beri oramizdan bir yo'lboshchining chiqishini taqozolik bilan kutgan emasmidik? Yo'lboshchi rahbar osmondan tushamdi. Najmiddin Sherifni qo'llamaganlik 24-yildagi mashhur islohotchi vatanparvar olim Abduqodir Domollamni o'ldirgan bilan o'xshash dedi. Hey, o'zinglarni Abduqodir Domollam bilan Abduqodir Domollamga haqoratma u. Necmiddin Şerifni qo'llamganlik 24-yildagi mashhur islohotchi vatanparvar olim Abduqodir Domollamni o'ldirgan bilan o'xshash. O'z ichimizdagi yo'lboshchi rahbar siyosiy yo'llarni o'z qo'limiz bilan o'ldirib, Xitoyga tutib bergandan keyin vabolni 100 yil bo'ldi tortyapmiz. Bu shunday shaxsga cho'qinishnichu. Shunlashqa partiyaga kirgandan keyin bulayliqi. Bu Fir'avnning o'rdasidan qochib chiqqan ilohiy kuch bilan duolar, xosiyatli duolar bilan chiqib, vatanimizni mustaqil qilib beradigan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar boshninki partiyasiningki har xil tahlil qilyapmiz mushtatida qaranglar. Meningki tahlilimniki bir qismi nima desanglar shu. Partiyaga kirgandan keyin-chu natsistlarning aynchada qanday raketlarga cho'qinib ketadi-ku, ashunga o'xshash hozir shu partiya a'zolari kirib boshlanqiligi hamma nimasini to'g'ri. Ashunaq bir xil cho'qinish bor.